Hürmetli televizyon köylüsüler, qadrli dostlar. Kiyim-kechak bir millat madaniyatining muhim tashqi belgisi. Bosh kiyim bo'lsa, kiyim-kechak madaniyatidagi yana bir yorqin nuqta. Biz bugun bir qism ilm ahli shundaqla tadqiqotchilarni bir yerga jam qilib, Uyg'urlarda bosh kiyim madaniyati degan temada maxsus suhbat qurishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Üniversitesi 4. avlod dop tumoqchilik hunar kasbining varisi Muhammad Rishad Abdulla. Şinjan Pedagogika Üniversitesining doktori, kiyim-kechak tadqiqotchisi Hasanjon Ablis. Bosh kiyim tarixdan buyon şu millatning bir milliy kimligining belgisi bo'lib kelganligini tushuntirib berdi. Chunki shu bosh kiyim madaniyatida turlarining ko'pligi, nusxalarining ko'pligi jihatdan qavatda Uyg'urlarning do'ppilarning turlari hamda ko'p, boshqa millatlarda ko'p ko'rmadim. Endi Muhammad Rishad efendim, bayam sizni 4. avlod mushu do'ppa va tumoqchilik hunar kasbininki varisi, peshvosi deb tanishtirdik. Undaqda siz qancha yashingizdan boshlab do'ppa va tumoqchilik bilan shug'ullangan? Men 12 yoshimdan boshlab do'ppa tumoq bilan shug'ullangan. Xo'sh. Mening 4 avlod bo'lishim mening Maramxon deb cho'ng dadamning onasining ismi Maramxon ekan. Bu kishi Bayashat oilada bo'lsa-mu do'ppa tikilgan. O'g'lini tumoqchilikka shogirdlik berib, Savrajim deb bir hunarvanga cho'ngdan Baqaxunni kichik vaqtda shogirdlik berdi ekan. Shogirdlik berishda oilada do'ppa tikiladi. Tumoq cho'qim uni beqindi bo'lish kerak ekan. To'g'ri. Cho'ngdamninki deyishcha. Bu kasb kishini aralashmaydigan, bir umr qiynaladigan, bir umr kiyiladigan ulug' kasb deb qarab, cho'ngdan Baqaxunni Savrajim degan kishiga shogirdlik berdi ekan. Çoğundan Baqaxun bilen yaş ünlü çıkandan keyin oğlanı tumakbacıdan dükkan setibiler, çoğundan aşağı orlaştırgan ekan. Çoğundan 84 yaşıkça muş kesip şug'ullanıp 10 gün yetib qolib olamda o'tdi. Demak, ömrünün oxirigacha qila oldi. Hayotning oxirida bir varis tanlashni o'ylab, men nevrisini, men çoğundan yaqinroq turdim. Meni mushu men yaxshi o'qiydim shu davrda. Çoğundan keyin mushu bayonlari do'ppi tumoqchilik qilishga majbur bo'ldim. Nima qilib o'tdim? Men yanalam o'g'limga cho'ng'amning ismini qo'yib, Baqaxun degan ism bilan cho'ng o'g'lim Baqajimga bu tumoqchilikni o'rgatdim. Demak, cho'ng'dan bu kasbni shundoq qadrlab kelgan. Maramxon onamiz, cho'ng onamiz shundoq yetarlik, unda o'sha ayolken. Bu kasbni shu davrda bayqatgan. Unda olsa siz dediniz, siz 4. avlod do'ppi tumoqchilik varis ekansiz. Balangizga o'rgatdim dediniz. Balangiz bu yil qancha yoshda? Balam bu yil 27 yoshda. Unda olsa balangiz 5. avlod do'ppi tumoqchi degan gap, shunday qo'ydi. Demak, izchil sizlar Qashqar shahridagi O'rdalda mush tumoq bozorida tijorat qilib keldinglar. Shunday. Undaqda siz bu yil qancha yoshga kirdingiz? Men bu yil 53 kishi edim. Demak, qancha yil umringiz mush kasb bilan o'tdi? Asasen 40 yillik umrim mush kasb bilan o'tdi. Unda olsa O'rdalda tumoq bozorida do'ppi tumoqlar intayin ko'p bo'lishi mumkin. Hozir endi mushu joyda qanchalik do'kon bor? Undan keyin tijoratchilarning umumiy ahvoli qanday? O'rdalda do'ppi tumoq bozori orada oldi elchixonaga o'rlashgan bo'lib, ayni vaqtida bu bozor nihoyat qamlashgan. Sharq tarafida 46 dükkan, g'arb tarafida 56 dükkan. Jami 101 dükkan bo'lib, bu chaqda eriqlar suvoqdi, tereklarga sayi tashlab turibdi, qushqashli sarishib turgan, shundoq og'at iliq bir bozor. Kerim efendim, Qashqardagi O'rdalda tumoq bozori bir madaniyat ko'zligi bo'lib sufti bilan saqlab qilishga, jonlantirishga, shundaqla tadqiq qilishga arziydi. Sizningcha biz O'rdalda tumoq bozoridan qaysi xildagi madaniyat uchurga ega bo'lamiz? Azaldan bizning xalqimiz bosh kiyimga intayin yuksak e'tibor bilan qaraganligini va uning milliy ruhning bir xil ifodasi sifatida bosh kiyimga muomala qilganligini ifodalaydi. Hozir mana ko'z oldimizda turibdi bizning bosh kiyim nusxalari
mayli tumoqda bo'lsin, mayli do'ppida bo'lsin, ko'p xil. Bosh kiyim tarixdan buyon shu millatning bir milliy kimligining belgisi bo'lib kelganligini tushuntirib berdi. Biz hozirmi ko'rib turibmiz, bizning eng mo'tabar cho'ng zotlarimizga, masalan, doilaga yoki mushu rayonimizga kelgan, mayli chet eldan kelsin, mayli mamlakat ichidan kelsin, bizning buyuk odamlarimiz, buyuk rahbarlarimiz kelsa, mushu Şinjan xalqining shularga bo'lgan izzat, hurmati va muhabbatni ifodalash uchun do'ppi taqdim qilamiz. Tarixdan beri mushta bo'lib kelgan. Bu hal nimani ko'rsatdi desa, kiyim-kechak madaniyatining ichida bosh kiyim nihoyatda zo'r madaniyat qimmatiga ega. Demak, har bir xalqning o'ziga xos kiyim-kechagi bo'libmi do'ppi madaniyati, do'ppa va tumoq bosh kiyim madaniyati shu xalqning, shu millatning bir simvollik belgisi sifatida qadrlangan, hurmatlangan. Agar uningdagi madaniyat usullarini bir-birlab madaniyat nuqtasidan desak, nihoyat ko'p taraflarga chetiladi. Uningda Uyg'urlarning go'zallikka bo'lgan talpinishi va estetik tuyg'ularining yig'indisi do'ppiga mujassamlangan yoki bosh kiyimga mujassamlangan. U bizning e'tiborli bir madaniyat yordamimiz va madaniyat tavarikimiz. Men bunday qarayman. Endi Sanjan efendim, kiyim-kechak tadqiqoti bilan shug'ullanish, Uyg'ur kiyim-kechaklarininki umumiy ahvoldan xabar tepish jarayonda balkim shu do'ppi tumoqlarimizdagi alayliklar bilan uchrashdingiz. Undaqda bizningki shu bosh kiyim madaniyatimizda qaysi xil madaniyat uchurlari yoki madaniyat belgilari ko'proq deb qaraysiz? Endi Uyg'urlarniki do'ppi tumoq madaniyatiga qaraydigan bo'lsak, bu birisi turi nihoyatda ko'p. 200 necha xil. Mening bilishimcha hozircha endi davlat ichki va sirtdagi tadqiqotlarga qarashimcha bir millatniki shu bosh kiyim madaniyatida turlarining ko'pligi, nusxalarining ko'pligi jihatdan qavatda Uyg'urlarning do'ppilarining turlari hamda ko'p. Boshqa millatlarda ko'p ko'rmadim. Bu bir. İkincisi endi bu Uyg'urlarniki an'anaviy madaniyatida shu yosh, jins, kasb, salohiyat taraflaridan nihoyat aniq farqlantirib kelgan. Bizning o do'ppi tumoqlarimiz shu ustida turadi. Shu do'ppi tumoqlarimiz qaraydigan bo'lsak, har bir yurtning alayliklari, kasbning alayliklari, salohiyatning alayliklari nihoyat aniq kelib turadi. Shunday xulosatni xulosa qilgan vaqtida endi shu bir millatniki bo'lib Uyg'urlarniki do'ppi tumoq madaniyati ifodalangan asosliq madaniyat belgilari birisi shu yosh, jins, kasb, salohiyat ifodalangan o'rtaq madaniyat alayliklari. Ikkinchi jihat ilgari qilganda shu Uyg'urlar yashayotgan shu ekologik sharoit moslashgan güzellik intilishlari, güzellik estetik ko'z qarashlari va tabiatga bo'lgan bir xil tabiatga bo'lgan shu tabiatning olgan nusxalariniki bir xil inkos etishi deb qarayman. Şuna bu medeniyet belgeleri bo'lgan mazmunlar nihoyatda ko'p. Masalan, shu do'ppi tumoqlarniki shakl nusxalariga qaraydigan bo'lsak, bunday aytish bo'ladi. Masalan, shu ustalning o'zidagi bir do'ppining o'ziniki bir turi ning va uni shakl nusxalarini bir kitobga yozish bo'ladi deb qarayman. Bu manfu do'ppa duhova to'pil kaydirilgan bu to'chasa buning har qaysi davriningki shu alomatini o'zi to'liq aks etib turdi. Nusxaladımı hazır asta toluklanıp tehimli güzellik muş zaman halaydıgan ve muş zaman adamları yaxşı gördügan nusxalar boyunca terakkip kılıvatıdı. Türlerinin köplüğü, anonikin tikilişindeki sıptırları şunun bilen birlikte kölemli siyaset kılavasına ait olduğum kadar durdu. Biz bu sohbetni işleşten burun Muhammed Rishad efendim bilen paranlaştık, bir qancha qitim sohbetde olduk. Bizning xabar tepishimizcha, endi Muhammed Rishad efendim kishilarning beshidagi do'ppi tumoqqa qarab shu kishining qayerlik ekanligini xatolashmay deb beraydi ekan. Ammo hayron qoldim. Endi mushni o'yladim. Endi Muhammed Rishad akamizdagi mushkil hukm qilish iqtidori zot nerdan kelgan? Bu iqtidor mushu do'ppi tumoqlari bilan bo'lish orqali kelgan. Xo'sh. Masalan,
Doktorlarımız özara bir-birini maslaşkan, özara bir-birini qoğdigan, özara bir-birini maslashib, özara bir-birini tushungan. Bu her jutqa öz loyiqida shu jutning alomati bo'yicha ism yoki belgi qo'yilgan. Shuning uchun bu tarixda hech qanday jut bir-biriga aralashib ketmay, bir-biriga tutlashmay, naytanga yaxshi maslashgan. Mana bu madaniyat. Xo'sh. Masalan, ma'lu kiriyatumqa. Qarashlar har qanday odam ko'rsa, kiysa, kiriyaniki adam ekanligi, kiriyalik ekanligini isbotlaydi. Masalan, o'shanda kiriyaning o'zining jut alomatlari to'liq bor. Ma'lu qarqashning tumuqi. Ko'ngilga odam qarqashning deb hukm berdi. Ham qarqashliklar o'z simvol qilib kelgan. Masalan, buningda mana Yo'rinqash daryosiningki simvoli aynan aks turgan. Ma'lu xotanning tumuqi. Ko'ngilga odam xotan tumuqi deyalaymiz. Buningda xotanga xos aloyidliklar eng muhimi Yo'rinqash daryosining simvoli mavjud. Bu oltin rangda, oltin boylik ilohi. Bu Yo'rinqash daryosining boylik ilohi ekanligini xotan xalqiga namoyon qilib turgan. Ma'vu Yengsa tumqa qarashdilar Yengsa tumqa deb har qanday odam hukm qila oladi. Ham Yengsa xalqi kiydi. Yengsa xalqi simvol qo'ygan. Ma'vu otish tumaq. Otish ro'yini hammamiz bilamiz. Otish ro'yida bir xil tijorat qilinadi. Bularningki jo'rafiyalik o'rni, xalq mijozi, o'zining xarakteri tijoratga xos. Ma'vu yakan tumqa, boy tumqa deydi ekanmiz. Mana bu yakanlik o'z simvol qo'ygan. Ma Yengsa tumqidan sal paka. Mo'yi sal o'sak. Yakanda boy tumqa deb ataydi. Yakanlik simvol qo'ygan. Qog'liqning o'zi tutmoq bor. Dumunun özü tutuş alaylık var. O kiçikliğinden bir belge bilen, mesela bu her xil milletler kaç kapıqımız oxşaş vasımı azrak alametine özgegen oxşaş, azrak alametinden her jüt özününki alaylıkını gevlendirgen. Şu jüttün zade şu alamet tipilidir. Mesela mavi aktımak. Bunu keyga vakta çokum pezvatlık çimul kıygan. Pezvat tumuqı. Pezvat qoğun mekanı. Qo'g'in makoni bo'g'ilishi mana ikkisida alınsak hazratning ko'chisi o'xshaydi. Mavi maralish tumqa. Aqtimoqlar o'xshash, lekin kichikina alomatlar maralish simvol qo'ygan. Mana martimoq o'z ko'rinishini ko'rib turibmiz. Naytanga ko'rkam, quloqlarini yopadigan so'g'oq, qish, yoz har qanday davrda o'tinchi o'sha kelgan. O'tinchi harukashlar. Buni kelgan odamda o'tinchi harukash deymiz, to'g'ri chiqadi. Çünkü başkadan bunu keymaydı, hem şu adam sımıl kılan şu adam keygen. Kulakça deyimiz, kulak sikilidi. Bunu eti kulakça. Bunu hem rayın toluk keygen. Dopumuzu kelsek, bizim dop tutumumuz tarihten bir 4 talavlar keygen. Asas